Assalomu alaykum. Yurtimiz va xorijda bo'layotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda xabarlar. Studiyada Hurmatoy Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. O'shdagi otishuvda taniqli sportchiga o'q tegdi. Batkenning chegaraga yaqin hududlariga militsiya qo'shimcha shtat oldi. Qirg'iz tiliga davlat tili maqomi berilganiga 30 yil bo'ldi. Qirg'iz tilining bugungi ahvoli qanday? Qorasuv rayonining Furqat qishlog'ida otishuv bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, otishuvda To'lagan Rahmonberdi o'g'li ismli fuqaro jarohatlanib, O'sh oblast kasalxonasiga tushgan. Kasalxonaning travmatologiya bo'limi rahbari Almaz Mamataliyevning azatiga bildirishicha, uning soniga o'q tegib, suyagi singan. O'zi bilan birga shug'ullanib yurgan Qilich Sarqarbayev otgani aytilmoqda. Sarqarbayev qoidasiz kurash bo'yicha sport ustasi, bir nechta xalqaro musobaqalar g'olibi. Qilich Sarqarbayev hozirda O'sh shahar sport qo'mitasining yetakchisi, uni voqea bo'lgan joydan qochib ketgani taxmin qilinmoqda. Shu sababli militsiya rasmiy ma'lumot bermadi. Dastlabki xabarlarga ko'ra, voqea jinoyatlarning umumiy reyestriga beboshlik moddasi asosida ro'yxatga olingan. Voqeaning sabablari tekshirilmoqda. O'sh shahar meriyasi esa Qilichbek Sarqarbayev 21-sentyabrda Talasda o'tgan ko'chmanchilar o'yinlarida bo'lganini aytmoqda. Agar ma'lumot aniqlanib, Sarqarbayev ekani tasdiqlansa, qonun doirasida jazolanadi deb bildirdi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida jabrlanib, Laylak hududiy kasalxonasida davolanayotgan 3 fuqaro Bishkekdagi milliy gospitalga olib kelindi. Bu haqda Sog'liqni saqlash ministrligining matbuot xizmati bildirdi. Ikkisining ahvoli o'rtacha og'ir. 27 yoshdagi bemor o'sha kuni operatsiya qilingan. Uning ahvoli og'irligicha qolmoqda, komada. Bu vaqtgacha Batkendan Bishkekdagi travmatologiya va ortopediya ilmiy markaziga olib kelingan 10 fuqaroning ahvoli qoniqarli. Ministrlik ma'lumotiga ko'ra, ular kerakli muolajani olishmoqda. 4 bemor harbiy gospitalga o'tkazish masalasi qaralmoqda. Eslatib o'tsak, 16-sentyabrda Tojikiston tomon Laylak rayonidagi Maqsad qishlog'idagi chegara bekatiga, so'ngra Soy qishlog'idagi bo'limga o'q otgan. Natijada bir qirg'izistonlik chegarachi halok bo'lib, 13 kishi jarohatlangan. Otishuv soat 21:30 da to'xtagani aytilgan. Batken oblastining chegaraga yaqin rayonlardagi hududiy ichki ishlar organlariga yil boshidan beri 43 shtat bo'lindi. Bu haqda bugun 23-sentyabrda Bishkekdagi matbuot anjumanida Ichki ishlar ministrining o'rinbosari Pamir Asanov bildirdi. Uning aytishicha, bu ishlar Ichki ishlar ministrligi oblast ichki ishlar boshqarmasining markaziy apparatlaridagi shtat raqamlarini optimizatsiyalashning ikkinchi bosqichi asosida olib borilgan. Bunday qaror Batkenning chegaraga yaqin hududlardagi vaziyatni yaxshilash uchun kerakli choralar qo'llashni maqsad qilgan. Shuningdek, Batken oblastida yosh o'smirlar bilan ishlagan inspektorlar va navbatchilik bo'limidagi tergovchilarning soni ko'paydi. 2019-yili Batken oblastida jamoatchilik xavfsizligi uchun Ko'ktosh qishloq militsiya bo'limi tuzilgan. Unda 28 shtat o'rni bor. Bugun 23-sentyabrda Qirg'iziston Respublikasi Jo'g'riq Kengashi raisi Dastanbek Jumabekov Nur-Sulton shahrida o'tayotgan Yevrosiyo davlatlarining parlament raislarini 4-majlisi asosida Tojikiston Respublikasi yuqori yig'ini vakillar palatasining raisi Shukurjon Zuxurov bilan uchrashdi. Ikki davlat o'rtasidagi do'stlik munosabatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan muhim masalalar bo'yicha fikr almashish mumkin bo'lgan imkoniyat yaralganidan quvonchdaligini aytgan rais Dastanbek Jumabekov Qirg'iziston Tojikiston bilan bo'lgan har tomonlama hamkorlikni rivojlantirishdan manfaatdor ekanligini qo'shimcha qildi. Qirg'iziston-Tojikiston parlamentlarining eng asosiy vazifalaridan biri tarixiy bog'liqligi teran ikki xalqning bobolaridan qolgan do'stlik munosabatlarini mustahkamlash bo'lib sanaladi. Sababi parlamentlararo hamkorlik konstruktiv aloqa va tajriba almashishgina bo'lib qolmasdan xalqlar o'rtasidagi o'zaro bir-birini tushunish darajasini ko'tarishga yo'naltirilgan, dedi Dastan Jumabekov. Shu bilan birga parlament vakillari uchrashuv davomida ikki tomonlama ish safarlarining uyushtirilishi zarurligini qo'shimcha qilishdi. O'z navbatida Tojikiston Respublikasi yuqori yig'ini vakillar palatasi raisi Shukurjon Zuxurov bu yilgi xalqaro tadbirlar asosida o'tgan bir qancha uchrashuvlarni qo'shnichilik va o'zaro hamkorlikka tegishli ko'plagan masalalar muhokama qilinganini esga solib, shunday tajribalar oshirish zaruratiga to'xtaldi.
tarixiy missiyani davom ettirishni talab qilgan qirg'iz-tojik qo'shnichilik aloqasi haqida esga olmaslikning iloji yo'q degan Shukurjon Zuhurov hamkorlikni rivojlantirishga asos bo'lgan chegara masalasini tezroq hal qilish kerakligini ta'kidladi. Shuningdek, u ikki davlatning hukumatlararo komissiyalarining ishchi guruhini uchrashuvi aniqlanmagan hududlar bo'yicha o'zaro yagona fikrga erishishga asos bo'lishiga ishonishini bildirib, tig'iz so'zlashuvlar qirg'iz-tojik davlat chegarasini demilitatsiya jarayonlarini tezlashtirishga sharoit yaratishini qo'shimcha qildi. Muassasalarda ish qog'ozlarini qirg'iz tilida olib borish nazoratga olinadi. Bu bo'yicha Prezident hukumatga qirg'iz tili bayrami munosabati bilan tashkil qilingan bayramda topshiriq berdi. Uning aytishicha, 2014-2020 yillarda davlat tilini rivojlantirish dasturi tugaydi, biroq amalga oshiradigan ishlar ko'p. Shu bilan birga davlat tashkilotlarining 90% hujjatlarni rasmiy tilda tayyorlab, qirg'iz tilini targ'ib qilish sust borayotganini bildirdi. Milliy tilning hozirgi holati bilan muxbirimiz tanishtiradi. Dengeyler bo'yicha hukumatlik posobiylar. Bugun 23-sentyabrda qirg'iz tiliga rasmiy maqom berilganiga 30 yil bo'ldi. Prezident So'ronboy Jeenbekov Milliy filharmoniyada bo'lib o'tgan tadbirda ishtirok etdi. O'lka rahbari sana munosabati bilan barchani tabrikladi. Shu bilan birga davlat tilini barcha millatlar uchun o'rtoq til qilishga harakatlar bo'layotganini qo'shimcha qildi. Yoshlarimiz, baldarimiz mamlakatlik tilda so'ylab, yozib, o'y yugurtkanda gana tilimiz saqtaladi. Kiyik urpaqlarga жетет. Өлкөбүз билимдүү, эне тили менен катар бир нече чет тилдерде сүйлөй алган кесипкөй жаштарга муктаж. Жаңы технологиялардын өнүгүшү менен илимде жана билимде жаңы мейкиндиктер пайда болду. Биз өз тилибизди азыркы заман талабы менен айкалыштырат билүүгө милдеттүүбүз. O'lka rahbarining so'zlariga ko'ra 2014-2020 yillarga mo'ljallangan dastur yakunlanmoqda, lekin hamon bajarilmagan ishlar ko'p. Ayniqsa muassasa idoralarida hamon ish qog'ozlarining 90% rasmiy tilda olib borilmoqda. Bu esa qirg'iz tiliga bo'lgan befarqlik qatori baholanyapti. Ошол шаардагы канчалаган жетекчилер сертификаттарга ээ болгон. Ошол сертификаттардын күчүн бүгүн көрсөтүш керек да. Биз барып кыргыз тилин А деңгээлинде, Б деңгээлинде, С деңгээлинде үйрөнүп келдик. Келгиле эми ошол биз өзүбүз иштеген мекемелерде мамлекеттик тилге басым жасап, иш кагаздарын жок дегенде жолго коюлу деген урандарды ошол ар бир мекеме ишкананын колунда сертификаты бар жетекчилер дагы ойготуш керек. Turli tadbirlar va muassasa idoralaridagi ish qog'ozlarini asosan qirg'iz tiliga o'tkazish kerak. Bu bo'yicha prezident hukumatga ishlarini kuchaytirish talabini qo'ydi. Bu esa til bayrami munosabati bilan tashkil etilgan tadbirlardan biri. Talaba yigit-qizlar tomonidan aytishuv ko'rik tanlovi tashkil etilmoqda. Tashabbuskorlarning so'zlariga ko'ra, bu kabi tadbirlarni tashkil etish orqali yoshlarga davlat tili borasidagi yangiliklarni yetkazishga imkon yaraladi. Анан кийин өзүнүн турмушуна дагы колдонот. Ал быйыл жакшы катышкан студент, ал жакшы стимул ал эмки жылда катышат да. Ушундай темп менен баягы жайылып кетиш керек мындай иш-чаралар. Булар керек эмес, ал бул деген менен андагы өзүнүн функциясы бар да. Маданий массалык иш-чаралардын өзүнүн чоң функциясы бар. Тарбиялык, руханий функциялары. Masalan, Hindistondan kelib o'qiyotganlar til bayramiga alohida tayyorgarlik ko'rishgan. Oz vaqtda kundalik so'zlarni qaytarib o'zlashtira boshlagan. Tadbirga maqollardan yodlab kelishgan. Do'st qiyinchilikda bilinet, deshet, menimcha baxtlulukda da bilinet. Qirg'iz din madaniyati manasda. Biz dunyoni o'zgartdik, dunyo bizni o'zgartdi. Qirg'iz til bayram qut bo'lsin. Boshqa millat vakillari qirg'iz tilida erkin so'zlashni o'zlashtirayotgan vaqtda qirg'iz tilini rivojlantirish har bir qirg'izistonlikning vazifasidir. Soygon yettin jelgin jok, sherdin yettin tapkande, bolva turdu baybiche. Hilola Ashurova, Nurjamal Barg'abayeva, Qimbat Abdusamatog'li, Intimaq.
Batkanda davlat tili kunining 30 yilligi munosabati bilan o'qituvchilar bilan 200 dan ortiq talabalar piyoda yurishga chiqishdi. Tadbir ishtirokchilari Turg'unbay Sadiqov ko'chasidan boshlab Is'aq Razaqov ko'chasiga orqali Manas kompleksigacha piyoda yurishdi. Unda qirg'iz tili haqida she'r qo'shiqlari aytilib, turli shiorlarni ko'rsatishdi. O'qituvchilar bu yo'l bilan yoshlarni qirg'iz tilini saqlashga, rivojlantirishga tarbiyalashayotganliklarini bildirishdi. Bunday tadbirlar til kuniga bag'ishlangan 1 oylik asosida 10 oktyabrgacha olib boriladi. Эми мына баарыбызга белгилүү болгондой ушул дүйнөдө тарыхта бизге чейин канчалаган улуу державалар, канчалаган мамлекет, улут, канчалаган тилдер жок болуп кетти. Азыркы учурда дагы нечендеген тилдер жок болуу алдында турат. Ал эми мына ошол тилдердин катарына кошулуп калбастан кыргыз тилин сактап калуу бул ар бир кыргызмын деген жарандын парзы. Jalolobod shahrining Jenish kichik rayonida deyarli 1 oy avval ochilishi bo'lgan bolalar bog'chasida bolalar tarbiyalanmayapti. Bunga bog'chadagi bolalarga zarur bo'lgan ayrim vositalarning yo'qligi sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari maktabgacha ta'lim muassasasining ichiga kerakli buyumlarni olish uchun ota-onalardan pul yig'ilayotgani ham aytilmoqda. Mavzuni hamkasbim davom ettiradi. Yuqoridagi video 1 sentyabr bilim kuni munosabati bilan tasvirga olingan. Unda Jengish tumanidagi 9-sonli bolakay deb nomlangan bolalar bog'chasining qizil tasmasi kesilayotganini ko'rish mumkin. Uni tantanali tadbirida shahar rahbari Muratali Tagayev ham ishtirok etib, bolalar bog'chasining faoliyati boshlanganini ma'lum qilgan edi. Oradan 20 kundan ortiqroq vaqt o'tganiga qaramay, kichkintoylar hamon bog'chaga borishmayapti. Bolalar uchun yotadigan ko'rpa, to'shak va oshxona anjomlari yo'qligi ularni bog'chaga kelish yo'lini to'smoqda. Matros, ошол керектелүүчү балыш, ошондойлор, анан кийин дагы шкафтарыбыз кем, бүт ошол балдарга арналган нерселердин бүт баарын койсок, анан кийин ачабыз, Xudo kalasa. Vaziyatni to'g'ri tushungan mahalliy aholi holatni bartaraf etish uchun o'z uydagi to'shaklardan berib, ba'zilari zaruriy oshxona jihozlarini sotib olib berishgan. Ulardan biri Ayday O'moshova bog'cha yetakchiligi tomonidan pul yig'ish borasida hech qanaqa takliflar bo'lmaganini aytib, bularga to'xtalib o'tdi. Иши пустой экен, эми качан ал өкмөт карап отурат деп неме кылбайбыз да. Ата-энелер өзүбүз дагы кичине аракет кылып, эртерээк ачылып калсын деп атабыз. Өзүнүн колубуздан келген жардамыбызды көрсөтүп атабыз. Өкмөттөн да кичине карашып берсе жакшы болмок. Ушу занавескасын кылып бердик. Шейшеп бир сыйра. Эми бир өкмөт берген бир шейшеп менен болбойт да. Эки неме кылып алмаштырыш керек болот. Ошону алмаштырган деп, бир запас болсун деп, бир запасын биз өзүбүз кылдык да. Shahar bilim berish boshqarmasi tomonidan bino bitgani uchun ochilish marosimi bo'lganini aytishmoqda. Ochilgandan beri bolalar kelmayotganini bir nechta sabab bilan izohlashga harakat qildi. Ошол балдардын төшөк журканы, идиш-аяк, балдар ойной турган жерлер даяр эместиктен мына 9 айдын жыйынтыгы менен, азыр 9 айдын жыйынтыгы менен жергиликтүү бюджетке сунуштап атабыз. Ошол нерселерин алып берсе, балдарга баягы тамак ашы, кээ-бирки ошол төшөк журканын бардык шарттары камсыз болсо, балабакча иштеп баштайт. Shunday qilib, Jalolobod shahar meriyasi g'aznasidan 19 million so'mga qurilgan 50 o'ringa moslashgan bolalar bog'chasi qachon faoliyatini boshlashi hozircha noma'lum. Mutasaddi tomonlardan to'liq tekshirilmay turib, uni ochilish marosimini o'tkazish qay darajada zarurati bor edi degan savol tug'iladi. Ta'kidlab o'tsak, Jalolobod shahridagi 15 mingga yaqin bolalarning 70% bolalar bog'chasiga muhtoj. O'sh shahridagi 27 yoshli kelin 3 egizakli bo'ldi. Bolalarni bugun tongi soat 3:45 da shaharning Qorasuv rayoni Modi qishlog'ining yashovchisi Abdurasul qizi Sayraqan dunyoga keltirdi. Bu ayolning birinchi tug'rug'i, ular jarrohlik yo'li bilan olindi. 2 o'g'il, 1 qiz. Birinchi tug'ilgan go'dak 1 kg 800 gram, ikkinchisi 1 kg 900 gram, uchinchisi esa 1 kg 750 gramni tashkil qiladi deb aytiladi ma'lumotda. Mazkur tug'ruqxonada yil boshidan beri 5 uch egiz dunyoga kelgan. 20 sentyabrdan boshlab O'sh va Jalolobod oblastlarining yashovchilariga Krutoy nomli avtomashina raqamlari sotila boshladi. Aksiya 2020-yilning 1-martigacha davom etadi. Bu haqda Davlat ro'yxatga olish xizmati bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, mazkur sinov loyihasi dasturini Infocom davlat ishxonasi taklif qilgan. Uni UNA davlat muassasasi bilan birgalikda amalga oshiradi. Loyiha ijroli raqamlarni berish muddatlarini qisqartirish maqsadida va hududlarni rivojlantirish va o'lkani raqamlilashtirish
kirish yili asosida olib bormoqda. Shuningdek, fuqarolarning plastinaga bosilib chiqarilayotgan raqamlarni ko'rib tanlab olishiga imkon berib, ro'yxatga olishdagi ortiqcha qoidalardan chetlanishga sharoit yaratadi. Sinov loyihasi UNA davlat muassasasining O'sh shahar, O'sh oblast va Jalolobod oblast bo'limlarida olib borilmoqda. Loyihani o'tkazish davomida ijobiy natijaga erishilsa, sotuv bo'limlari sonini fuqarolarning qulayligi uchun respublika bo'yicha ko'paytirish rejalashtirilmoqda. Bugun intimaq muxbirlari tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalari mana shulardan iborat. Tuningiz ostida o'tsin. Xayr-omon bo'ling.